past bo'lgan shu dunyodan boshqa narsani ko'rishmaydi. Shuning uchun boshiga musibat kelgan, biror narsasini yo'qotgan inson aniq bilsin. Evaz Allohdan. Evaz Allohdan. Alloh bir narsani oldimi, undan ko'ra yaxshiroq narsani senga beradi. Musibatga uchragan birodarim, qaraganda natija qanday bo'ldi. Faduriba baynahum bisurin lahu babun batinuhu fihi rahma va zohiruhu min qibalihi al-azab. So'ng ular bilan mo'minlarning o'rtasiga darvozali bir devor urilurki, uning ichida rahmat, jannat, tashqarisida, oldida esa azob, do'zax bo'lur. Allohning huzuridagi narsa ham yaxshiroq, ham boqiyroq, ham buyuk, ham oliyroq. Birodar, Robbing senga yoqadigan biror narsani olib qo'ysa,